Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'urman YouTube kanaliga yayınlanı qizg'in qarşılaman. Bugün nima kun qarindoshlar? Bugün ota-bobolarimizning 2 qitim Sharq Turkiston qurgan kuni. Bugün nima kun qarindoshlar? Bugün ota-bobolarimizning Sharq Turkiston tuprog'idan Xitoy tajovuzchilarini 2 qitim qo'g'lab chiqargan kuni qarindoshlar. Bugün nima kun? Bugün şu Sharq Turkiston degan zamindan biz 2 qitim hurlikka erishib, bizni Xitoylar emas, o'zimizga xo'ja bo'lgan kunimiz qarindoshlar. Shuningdek bu videoda to'xtalmoqchi bo'lgan temam bo'lsa, ota-bobolarimizning bu 2 qitim Sharq Turkiston Cumhuriyatini qurish jarayonida bizga qoldirib ketgan 5 cho'ng to'kpisi. Sharq Turkiston davrining 5 cho'ng to'kpisi. Birinchi. Bu ikkili Cumhuriyet davlat chegarasi, marshi, girbi, bayrog'i bo'lgan zamonaviy davlat boshqaruv sistemasiga ega Cumhuriyetlar edi. Bo'libmi shu ota-bobolarimiz ikkili qitim davlat bayrog'ining rangini tanlagan chaqda mushundaq ko'k rangni asos qilib tanlagani bizni hozirgacha faxrlantirdi, ham menchi bo'lsa mangu faxrlantirdi. Chunki biz shu ota-bobolarimizning aql parasti ham kelgusiga bo'lgan go'zal orzu umidlarini his qila olamiz. Nima uchun bundaq deymiz degan chaqda? Chunki ko'k rang koinotdagi bir asosli rang. Muhim bir rang, hem küçlük bir rang. Şunlaşqa ko'k rang mangulikning, saplıqning, tenishlikning, keng kushodilikning hamda aqlning simvoli. Şunlaşqa ko'k rangni bizlam emas, dunyoning har qanday yerlarida naqshilarga, adabiy asarlarga, kinolarga ko'plab ishiltidi. Hamda ko'k rangning dunyoda nima uchun bu xil jadob qilarlik kuchi bor, yoki bu xil xislatlari bor degan chaqda biz ko'k rang bilan texmi cho'nqirlab tonishib chiqishimizga majbur bo'lamiz. Bu ko'k, yeshil, qizil, 3 rang koinotdagi asosli 3 cho'ng rang. Ham ko'rguninglarga o'xshash bu 3 xil rang birga kelgan chaqda oq rangni hosil qildi. Demak, oq ranglik quyosh nuri yoki chiroq nuri asli bu necha xil ranglik nurning yug'urmasi. Shunglashqa yomg'ir yoqqan kunlarda quyosh nuri havodagi suv tomchilaridan sundurilib, tarqaqlashib, asa-usan hosil bo'ladi. Ham shundaqla ko'k nur bu 3 xil asosli nurning ichidagi chastoti eng tez bo'lgan nur bo'lish sifati bilan nur to'lqini eng qisqa bo'ladi. Rayleigh nur tarqaqlashtirish qonuniyatiga asosan nur to'lqini qancha kichik bo'lsa, nur tarqaqlashtirish kuchi shuncha cho'ng bo'ladi. Shuningdek, quyosh nuri yer shari atmosferaga yaqinlashgandan keyin to'xtamay havodagi molekulalardan tarqaqlashadi. Hamda ko'k ranglik nur qizil ranglik nurdan kam deganda 9 hassa jiq tarqaqlashadi. Shuningdek, havo qancha ochiq kunlarda osmon bizga shuncha ko'k ko'rindi. Ham shuningga o'xshash dengiz qancha cho'nqur bo'lgan sari suvning rangi shuncha ko'k ko'rindi. Mana bu koinotning eng asosli bo'lgan ko'k rangning siri. Hamda shundaqla osmonning va dengizning rangi bo'lgan ko'k rangning siri. Shunglashqa ko'k rang shu osmon va dengiz kabi rohatlik, poklik, keng kushodilik hamda tinchlikni bizga eslatadi. Ota-bobolarimizning bizga qoldirib ketgan shu ko'k ranglik bayrog'ini bizdan mangu ayirmasin. İkinci, ma'rif sohasidagi bo'sish. 1908 yili Akfika Musaboyevlar kasbiy ma'rifni yo'lga qo'yib, ayollar kasbiy maktabini ochgan va 1950 yili taqlib qolg'icha 10 mingdan oshiq ayol hunarvanlarni tarbiyalab yetishtirgan. Buningdan shu vaqtda xonim qizlarning sapo tarbiyalashning muhim ekanligini baldurlam tunib yetganligini ko'rib olaymiz.
Yani 1934-yılı Memtili Tevfik Efendi Atuş'un 24 kentide 24 başlangıç təsis qilib Uyghur mağarib tarixida mağarib güllendirişinin yeni sahipsini açqan. 3. Her ikkili Cumhuriyet devrida Uyghur milliy birligi ve kimligini texmi kuchlantirgan. Kengri ketgan Sharq Turkiston diyarining yurt viloyatlarida o'xshash zamonda mustaqil Sharq Turkiston Uyg'ur davlatining qurilishidan iborat bir o'xshash nishonda bir millat gavdisi holatda qo'zg'alongni boshlagan edi. Ularning milliy birlik engi dal shu ikki jumhuriyat qurilib texmi mustahkam bo'lgan edi. Dördüncü. Her ikkili cumhuriyet özünün jangovar milliy armiyasını barpo qilgan. Talay janglarni özünün son jihatdagi ozligiga qaramay qozongan zafarlardan biz ajdodlarimizning uyushtirish va tashkillanishdagi aql parosati va urush qilishdagi jangovarligi, qo'rqmasligi, iqtidorlik ekanligini ko'rib olamiz. Beşinci. Milliy kurashning kuchlik va mustahkam ruhi. Qisqa bo'lsa-mu, ikki qatim arqa-arqadan qurilgan mustaqil jumhuriyatimizdan ajdodlarimizning mustaqillik va hurligi bo'lgan ishonchi, yiqilgan yerdan daz qopib yana nishonga qarab bo'shashmay ilgirlaydigan ruhi va keng xalq ommasiga mustaqillik ideologiyasini yeyish uchun qilgan har bir harakatlari bizni faxrlantirmay tura olmaydi va bizni ularga varislik qilishimizni chaqiradi. Yuqorida ko'rganlar bo'lsa, biz Uyg'urman guruhisidagilarning Sharq Turkistonning ikki qatim qurilgan tug'ilgan kunida xalqimizga sungan shu ota-bobolarimizning bizga qoldirib ketgan 5 cho'ng to'kpisi to'g'risidagi video. Yoqtirib ko'rgan bo'lishinglarni umid qilamiz. Ham qanday taklif fikr bo'lsa, bizga so'z qoldirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Ham yoqtirgan bo'lsanglar, yoqtirgan belgini avatib qo'yinglar, ham ko'plab tarqitib beringlar. Oxirida deydiganim, davlat bayramingizga muborak bo'lsin. Kelarki sanda görüşeyle.